Torlarda moda bulayotgan alayda poloni bugun sizlarga haqsiz o'gitib qo'yma, bir tal yurakni inkas rayonga gullarni yo'llab yulduzbek ism besib, cho'qim saqlab oling, keyin topolmay qolasiz. Oldi bilan 1 kilogramm guruchni pakiz 3 qitim yuvayotgandan keyin ilman suvga yarim soat chilab qo'yamiz. Mazmun sal uzunroq cho'qim to'liq ko'rib, bir tal yurak berib, yulduzbek ism besib cho'qim saqlab oling. Keyinidan 1 kilogramm qo'yning sumaklik go'shti, 2 tal kapta go'shtini normal holatda chanab tayyor qilib olamiz. Bir tal tosh börekni o'ttirdan 2 qilib olgandan keyin terisini suyitib, rasmda ko'rsatilgandek gayli qilib tayyor qilib olamiz. 2 tal ish börekni o'ttirdan 2 qilib olgandan keyin buni normal pichoq qurib gayli qilib tayyor qilib olamiz. Qo'y go'shti bilan mushu kapta go'shtini bir qitim suvdan o'tkazib o'timiz, so'g'uq suvga silib qaynagandan keyin kupkun pak suzitib, go'shtini suzib tayyor qilib qo'yamiz. Aldı bilan qozonga muvofiq miqdorda may qo'yib, may qizgandan keyin qo'y go'shti kaptalarni silib, mayda bir qitim dog'lab pishirib olamiz. Ya'ni zoli qilib olamiz, ikki tarafini qizartib olsak bo'ladi. Qizirib bo'lgandan keyin bularni suzib elitib, keynidan tayyor qilib qo'ygan mushu ish börek bilan tosh börekni mayda bir qitim qatirib olamiz. Bunda bo'lganda poloda intayin churik holatda pishib chiqadi. Hamda qozonga o'zimiz tangishvaga alaydimi yoki qichimay qo'yib, 250 gram qichimay qo'yib, bir tal bosh piyozni silib, birdam qo'rvatgandan keyin 1 kilogram savuz solamiz. Seriq savuzining miqdori 600 gram, qizil savuzining 400 gram bo'lsa bo'ldi. Hamda buningga 2 qo'shiq tuz, 2 qo'shiq shakar silib, birdam qo'rvatgandan keyin oldin jinglab tayyor qilib qo'ygan 1 kilo 400 atrofida sovuq suv qo'yamiz. Qo'llash nimasidan yurak berib, inkas rayon gullarni yo'llab qo'ying, go'nja qimg'ali go'nja qo'yiling, bundan keyin texim sarxil ta'mir misollarni yo'llab beraman. Tuvaqni yepib, buni normal o'tda 5 minut atrofida qaynatib olgandan keyin buningga 1 gram jing zapadan silitimiz. Bunda olgan teximiz sog'vish holatda chiroyli chiqadi bo'lurmiz. Suyini 5 minutdan 6 minut atrofida qaynatib olgandan keyin buning 2 cho'mish atrofida suyini olib qo'yamiz. Hamda oldin qorib tayyor qilib olgan go'shtimizni ham chiroyli holatda tizib, suyga bosamiz. Keynidan oldin chilab qo'ygan gurchimizning suyini pak saqitib etgandan keyin gurchimizni solamiz. Gurishni saqavatidimi bakmish cho'rlarga apirib etmaymish, o'ttirg'iroq holatda sasaq bo'ladi. Gurishni silib, o'tni intayin tekshi holatda ichib, 8 minut atrofida kuchliroq o'tni qaynatamiz. Vaqt to'shqandan keyin tuvoqning og'zini ichib, ostidagi go'shtga tegishmiga asosda poloni bir qitim o'rimiz. Poloni o'rib mushta siliqlab etgandan keyin Abay ilvagan savuzining sho'rpi suyini mushu gurishning bo'sh chanliqqa qarta 1 cho'mishdan 1,5 cho'mish atrofida buni joylaymiz. Hamda muhim yeri keldik, buningga pishirib olgan g'azning tuxumi, to'xining tuxumi, uningdan keyin bo'dunning tuxumlarini ham musholatda buni sanjaymiz. Tuvoqning og'zini yepib, o'tni past qilgan asosda 20 minutdan 25 minut atrofida polon dumisak, polarimiz pishib tayyor bo'ladi. Pishqandan keyin tuxumlarni elitib, polonni bir tal dashqa to'kib, go'shtini ayirib elitgandan keyin polonni ras aralashtirib, taqsiga usib, oldin tayyor qilib qo'ygan quruq mevlarni suvga chilab, uningdagi yo'l mevlarni bezak o'rnida ishiltib, chiroyli holatda bezab xaridorlarga sunsak bo'ldi. Uygunib olgan bo'lsanglar, ajrim uchun yurak berib, meni cho'qim go'nja qo'yinglar.